marta Skyblockda bo'laman, lekin oddiy emas, o'zining g'ayrioddiy xususiyatlari bor edi. Bizning maqsadimiz iloji boricha kam vaqtda iloji boricha ko'p narsaga erishish. Agar siz ham mana shunday Skyblockda o'ynamoqchi bo'lsangiz, Skyblockda birinchi marta o'ynayapman desam ham bo'ladi. Ustiga birinchi martasiga g'alatisida o'ynayapmiz. Qaranglar bu yerda qanchalik orollar ko'p. Mizr, oddiysi, yana qanaqadir o'lchalisi bor ekan. Mana bu yerda oddiy tog'lisi, mana Nizr aytganimdek, bu tarafda esa ana u burchakda etniki bor ekan. O'sha yerga borib kelyapti. Va bu ham kerak. Bu yerda yana kimdir bor ekan. Xo'sh, sandiqning ichida esa bu Skyblockning oddiy narsalari: lava, suv, muz, non, mayli non yaxshi. Birinchi navbatda albatta Skyblockda tosh generatorini qurish shart va umid qilamanki, men uni qanday qurishni Xo'sh, nima? Tosh kutgandan rostini aytsam, qanaqasiga bu yerda temir rudasi? Bu Skyblock o'ylaganimdan ham g'alati bo'lib chiqyapti. Temirni qazib olish uchun bizga tosh kirka kerak bo'ladi. Va tosh kirka Temir yaxshi, lekin oddiy tosh ham bo'ladimi? Ish qilib, bo'ladi. Balki olmos ham bo'lar. Sal olmos emas. Jino'rsa redstone tosh kirkada qazib bo'lmaydi. Bizga temir kerak. Bu kichik shaxtachada esa aftidan hech qanaqa temir yo'q. Hamma ham kerak. Orasiga yaxshiroq blok qo'yish kerak. Tuproq hozir sinib ketadi. Kelinglar, taxta yo'q. Taxta lavadan yonishi mumkin. Lekin nima? Masalan, menimcha verstak yasak bo'ladi. To'g'rog'i mana bu verstakda olsa bo'ladi. Kim bilmasa, verstak Minecraftda yonmaydi. Qanday? Salpal yonadi, lekin yonib ketmaydi. Oltin bunaqasi birinchi marta chiqishi. Menimcha ayni vaqt keldi temirni eritishni. Menimcha mana shu ko'chada peshkalar tursa ajoyib bo'ladi. Qaranglar, bu yerda temir ham bor ekan. Kelinglar, uni olamiz. Qayerga yo'q bo'lib qolding? Menimcha butun boshli temirga uxladim. Mayli, temir bizga yetadi. Bir narsani kovlasak bo'ladi. Endi nezeri chiqib qolmas. Kovlash jonga deydi. Kelinglar, mana bu temir va oltinni peshkaga qo'yamizda, boshqa nimadir bilan shug'ullanamiz demoqchi edim, lekin boshqa nima bilan ham shug'ullansa bo'ladi bu Skyblockda. Mayli, unda mana shu temir kirkani sindirguncha yana chichi kovlaylikchi. Butun boshli olmos tushdi. Yana 3 ta temir blok ham ajoyib. Endi o'zingga xohlagancha temirdan narsalar yassam bo'ladi. Yaxshi, endi kelib mana bu orqadagi ulkan daraxtni ham chopib yuboraylik. Nima kerak u? Ildizi chuqur o'singlar daraxtlar. Menimcha bu onlar yetib keldi. Bironta orolga borgim kelyapti. Masalan, ana bu olchalisiga. La'nati, 10 ta blok yetmay qoldi. Mayli, taxtani ham ishlat. Yetib keldik. Tushunmadim, bu yana nimasi bo'ldi? Narxi 5000, qanaqadir koordinatalar va pul valyutalar. Bu nimasi bo'ldi yana? Nahotki men har bitta pulim yo'q, shunchaki qursam nima bo'ladi? Bo'lmaydi. Ahvollar chatoq-ku, men har bitta orol ochiq va unga shunchaki borish mumkin deb o'ylagandim. Agar sakrasak balki o'xshar. Ishonchim komil emas, lekin urib ko'rish kerak. Yo'q. Tushunarli, lekin bu taslim bo'lishi sabab bo'la olmaydi. Shunchaki biz qayerdandir 5000 tangachalar bu orol pul tursa, boshqalari ham pul turadi. Balki boshqalari qimmatroq ham turadi. Hammayli o'zi pulni qanday topish mumkin? Tushunarli. Pulga demak narsalar sotib olsa bo'ladi. Ko'mir blok 2 ta, temir blok 4 ta, yana qaysidir bloklar bitta, xullas tushunarli. Demak, biz bloklarni sotib pul ishlashimiz kerak. Yana u yerda qandaydir shimgich gubka haqida ham gap ketganda, menimcha u orolga berkitilgan bo'lsa kerak. Qayergadir bunaqalari men boshqa kartada bo'ladi deb o'ylagandim, lekin bu yerda ham bo'lsa kerak. Faqat kerak bo'ladi. Shuning uchun menimcha mana bu tosh fermasini kuchaytirish kerak. Agar mana bu yerga sandiq, uni ustiga esa o'rama qo'yadigan bo'lsak, bu juda ham zo'r bo'ladi. Sababi har safar blokni sindirganimda u 100% mana shuni ichiga tushadi endi. Borini sotaychi 15 ta, 15 ta, 15 ta, bu juda ham kam-ku. Afrikadan qo'rqqan Skyblock o'ynamaydi. Menga shunaqa tuyulyaptimi yoki tushayotgan narsalar yaxshilashdimi? Xo'sh, o'zi qancha narsa to'planibdi? Yana boshqa bloklar, har xil bloklar. Menimcha olmos kirka yasashning ayni vaqti. Yana ko'p tushgan rudalarni eritish kerak. Shuning uchun bizga pechkalar ham kerak bo'ladi. Ajoyib. To temir va oltin eritib turguncha borini sotsak ham bo'ladi. Faqat shoshmang, menimcha olmosni olib qo'ygan yaxshi. Sotamiz va 52. Xo'sh, menimcha bu yerda meni butun umrim
Men boshqa narsa qilyapman ekan, voy, mana ekan qayerda tanga ishlasa bo'ladi. Shuncha to'plagan narsamni men orolni kuchaytirishga ishlatibman. Menga kerakli tangalarni olishni o'rniga, narsalarni sotishni o'rniga ularni darajaga almashtirib yotibman. Men qanday dahshat, qanchalik ahmoqlik yozib ham qo'ygan-ku axir bu yerda. Opit deb daraja. Yaxshi hamki hali temir va oltinni havoga sovurishga ulgurganim yo'q. Jonda bu ham unchalik yaxshi emas rostini aytsam, lekin boyagidan aniq yaxshiroq. Yana temir bilan oltinni sotishni o'zidan kelganini hisobga olsa ekan. Menimcha bu yerda pul ishlashning boshqa yo'llari ham bo'lishi kerak. Masalan, kartoshka va sabzi sotib olsa bo'lar ekan 2000 ga. Va keyin tushunishimcha ularni sotsa bo'ladi. Unda pul to'playmiz shuning uchun. Qani zo'r, hattoki zumrad bloklar ham bor. Har doimgidek temirlar erishgan va qolganini sotib olsak ham bo'ladi. Menimcha sotib bo'lmaydi. 718 mana buni tushunaman, pul ishlash mana bu yaxshi. Faqat bizga naqd 5000 kerak. Bunchani to'plash uchun esa men butun boshli olmos kirganini sindirishimga sal qoldi. Menda g'oya bor. Sabzi ferma qurish o'rniga mob ferma qursakchi. Agar bu g'oyam ish bersa, pulni tagida qolib ketishim kerak. Bu yerda spamlardan tortib avtomatik baliqchi ko'chalargacha sotib olsa bo'lar ekan. Tushunarli, moblardan tushadigan narsalar eng qimmati ekan. Kartoshka, sabzilar esa atigi bir turadi. Agar mob ferma qurish qo'limdan kelsa, men pulni tagida qolib ketaman. Fermani qurilishi uchun esa bloklar menda yetarli. Nega bu yerga sandiq? Ha, tushunarli. Agar kim bilmasa Minecraftda qanchalik chuqurroqqa tushsangiz, moblar shunchalik ko'proq paydo bo'ladi. Shuning uchun fermani eng chuqurda qurish eng to'g'ri qaror bo'ladi. Bizda suv bor ekan, bu muammo bo'lmaydi. Shoshmang, agar mana shu lavani qo'ysam, tayyor ustun paydo bo'ladimi toshlardan? Bizning holatda rudalardan negadir o'xshamayapti. Balki lavani balandroqdan qo'yish kerakdir. Buni qo'yish kerak edi. Keyin lava eng pastga tushganda ustidan suv qo'yib yuborish kerak shunchaki. Yana nimadir xato ketdi. O'zinglar tushuninglar-da, menda lava atagi bir dona. Shuning uchun juda ham ehtiyotkor bo'lyapman. Hammasi rasvo tushunishimcha. Toshli ustun o'rniga rudalardan qanaqadir kashaga ega bo'ldim. Mayli, qo'lda quraman chog'i. Bir blok pastroqda qilaman deb hamma narsamdan ayrilmasam bo'ldi. Sekin-sekin fermani qurishni boshlasa ham bo'ladi. Qilib qoldim. Juda ham qattiq tiqilib qoldim. Qiziq, bu yerda mana bu komanda bormikan? Bor ekan. Qanday qulay? Bilasizlarmi, nima hozir o'ylab qoldim. Agar bu yerda moblar umuman paydo bo'lmasa-chi, bu juda ham yomon yangilik bo'lar edi. Voy. Ha, hali o'lgandan keyin narsalar yo'q bo'lmaydimi? Men bo'lsa qo'rqib yuribman, endi bemalol sakrasak bo'ladi. Men bu yerda kichik platforma qurib ko'rmoqchiman. O'zi moblar paydo bo'ladimi, yo'qmi? Hozir hamma yer yop-yo'riq, aniq hech narsa hech qanaqa moblarni ko'rmayapman. Balki bilmadim, pastroqqa tushish kerakdir. Moblar paydo bo'lishi uchun boshqa hech qayerda joy yo'q. Ular bu yerda juda ham ko'p paydo bo'lishi kerak. Agar umuman paydo bo'lishsa, haftadan ishlar pachava. Xullas, ko'p sonli eksperimentlar shuni ko'rsatadiki, bundan hech qanaqa foyda yo'q. Bu orolda hech qanaqa mahluqlar paydo bo'la olmaydi. Afsus, menimcha sabzi ferma rejasiga qaytishga to'g'ri keladi. Ana, fermer uchun eng mos aslahalar, to'g'ri emasmi? Fermerlik bilan shug'ullanmoqchi ekanman, menga juda ham ko'p tuproq kerak bo'ladi. Oroldagi hammasini yig'ishtirib olsak ham kamlik qilsa kerak. Menimcha mana shu yerlarda qursa uchun jicha noqulayroq joy. Hisob kitoblarim to'g'ri bo'lsa, suvni to'g'ri quydim. Endi ketmon bilan toshloq yerni toshdan tozalaymiz, orqasidan ularda ariqchalar qilamiz va mana shunday qilib sabzilarni ham ekib yuboramiz. Hozircha sabzi yo'q-ku, hammayli. Tushunmadim, bu yerda nimalar bo'lyapti? Mana endi tushunarli. Kutvoling, sabzi fermasi. Faqat shoshmang. Nega o'zi sabzi ekishimiz kerak? Sabzi rostini aytsam jonimga tegdi. Masalan, kartoshka eksak ham bo'ladi-ku. Faqat bu yerda auksion bu yerda o'yinchilar o'zlari narsa sotishlari mumkin. Faqat narxlar ozgina qimmat emasmi? Yoki bu men juda ham kambag'al. Mayli, menda bitta g'oya bor. Agar mana bunday qilsak agar nima bo'ladi? Men o'zimcha tosh generatorni ikkita qilishga qaror qildim, lekin mendagi olmos kirka buning uchun yetarlimikan? Tekshirishdan oldin sandiq qo'yamiz buni ham tagiga. Xo'sh, ikkala qatorni ham sindirishga ulguradimi? Ulguryapti, joyib. Berildimi? O, mana ikkita token. Shuncha vaqtda to'plangan narsalar esa undan ham zo'r. Ikkinchi sandiqda yana shuncha narsa bor. Qani hammasini sotaylikchi? 1400 pul bo'ldi. Yana 600 yetmayapti. 27 ta mustahkamligiga qolgan kirkaga 243 ta mustahkamligi bor kirkaga
qolgan kirgani qo'ysa agar 348 ta mustahkamligi bor kirkaga aylanar ekan. Qanchadir foyda. Ustiga ustak hamma olmoslaringni sotib yuborganingda. Va olmos bor, 2 ta olmos kirka yasaymiz va yana Afrikaga turamiz. Salkam narsalarga ega bo'ldim. Yaxshi, hattoki o'ylaganimdan ham ko'p topdim. Ustiga ustak men hali temirlarni eritganim yo'q oltin bilan. Sabzi yoki kartoshka, sabzi yoki kartoshka, kartoshka, sabzi jonga tegdi. Boya aytganimdek sabzidan to'ydim. Mana kartoshka sotib olamiz, shuning uchun tayyor bir dona kartoshka. Faqat bu qachon ko'payadi endi? Mo ferma qurib bo'lmas ekan, suyak kunini unutsa ham bo'ladi. Hech bo'lmasa Orolni sal yaxshiladim. Qanday? Sal tekstroq bo'ldi. Kartoshkani esa o'sish hattoki rejasida ham yo'qqa o'xshaydi. Bo'lishi mumkin emas. Qaysidir yaxshi odam 1,5 mingga 64 ta sabzini auksionda sotyapti. Axir bu do'kondan sotib olgandan 64 marta yaxshiroq-ku. Salgina pulim yetishmay qoldi. Temir bilan oltinni sotadigan bo'lsam yetish kerak. Tayyor. Menda 64 ta sabzi bor. Qanday dahshat. Buncha pulga bitta sabzi ham sotib olib bo'lmasligi kerak emasmi aslida? Menimcha buni hammasini sabzilarni o'zi uyushtirgan, yana sabzi yetishtirishimni xohlashyapti. To'kin berildi. Voy-da, umid qilamanki hamma sabzilar bir qarich o'sib bo'lgan. Nima? Sizlarga bu hayotda nima yetishmayapti? O'ssanglar bo'lmasmidi shuncha va balki yorug'lik, ularga yorug'lik yetishmayotgandir. Mana bu daraxtni ham cho'q borish kerak, soya qilyapti. Qanday dahshat bo'lgan daraxt ekan, yomon ko'raman. Mayli, tursang turaver, menga nima? Mashalalarni hamma boshqa iloj qolmaydi. Ko'zlarimga ishonmayman, birinchi sabzi o'sdi. Qanday dahshat, ataga 2 dona tushdi. Haftadan yana kutishga to'g'ri keladi. Mana bu boshqa gap. Yarminglar o'sibsizlar. Qolgan yarminglar nimaga o'smaganinglarni bilmadim lekin. Tuproqni sotib olsa bo'larkan-ku, faqat sal-pal qimmatdek. Mayli, boshqa iloj ham yo'q. Sizlarga qanaqa bilmadim, lekin Minecraftda yomg'irni yomon ko'raman. Butun ekran pikselchalar bilan to'lib hamma yoq kashaga aylanadi. Ayniqsa YouTuber yangi yerlarga ham sabzi ekish kerak. Qayerga ketdi menda shuncha to'plagan sabzim? Nahotki men ularni sotib yubordim. A few moments later. Bu ketishda yaqinda millionerga aylansam kerak. Hech bo'lmasa bir ikkita orolni sotib olishga pul yetar. Faqat hozircha hamma kelayotgan pul tuproq sotib olishga ketyapti. Mayli, nima ham qila olardik. Agar shag'al bo'lganda bu ancha to'xtang. Balki shag'al ham sotishar, tekshirib ko'rish kerak. Yo'q, 500 ga shag'al. Hoziroq buni sotib olaman. Agar shag'al bilan tuproq voqega bo'lamiz va 2 stak bo'ladi. Agar bu toshli tuproqni yerga o'rnatadigan bo'lsak, keyin ustidan ketmon bilan toshni olib tashlasak, oddiy tuproqqa aylanadi. Bu tuproq narxini 2 barobar kamaytiradi. Bu yer esa tuproqni qayta ishlash uchun maxsus joy. Tuproqni qo'yamiz, keyin ketmon bilan chopamiz, orqasidan yig'ib olamiz, tayyor. Sabzi fermani bemalol kattalashtirsa bo'ladi. Tushunmadim, yana qo'tyaptimi? Nega bu yer suv yo'q? Mana shunday. Mana endi tekshirib ko'rish kerak. Qancha pul olib keladi bu sabzi fermasi? O'sishini kutamiz. Nima? Nega bunaqa bo'lyapti? Bu sabzilar aqldan o'zgami nega? Bir qator butunlay o'sgan bo'lishi mumkin. Yana bir qator umuman o'smagan bo'lishi mumkin. Mayli, boriga shukr, yo'g'iga sabr. Shularni hammasini hozir yig'ishtirib olib, sotib yuboramiz. Xo'sh, qanchaga ketadigan bu? 375 zo'r. Menimcha rostakamiga foyda qilishni xohlasam, sabzi fermani ancha kattalashtirishimga to'g'ri keladi. Kelinglar, donat kez ochib ko'ramiz. Shunchaki qiziqish uchun. Umid qilamanki, bir xil foydali narsa tushadi. 64 ta olmos blok. Bu olmosni 4000 ga sotsa bo'lar ekan. Boyvachcha qilishdi-ku bizni. Men ana u Ant oroliga borgim kelyapti. Borib ko'raylikchi o'zi qancha turar ekan u orolni ochish. Balki pulimiz yetar, balki juda ham qimmatdir. 5000, ataga 5000 ekan. Yaxshi, unda bu orolni ochganim bo'lsin. Ajoyib. Endi kirsak ham tushunmadim. 7000 bu yana qayerdan keldi? Tushunarsiz, nima men yana bir marta to'lov qilishim kerakmi? 7000 qayerda olaman men sizlarga 7000? Mayli, to'plashga to'g'ri keladi. Qiziq, donat valyuta hisoblanmay kristalliklarga ham bu orolni ochsa bo'ladimi? Yo'q, donat o'chirilgan. Bu yana qanaqasi bo'ldi? Bunaqasi bo'ladi deb hech o'ylamagandim. Ham mayli, pul topishga to'g'ri keladi. Mana endi menda pul yetarli va men orolni ochdim. Ant oroli ochiq va u yerda hech narsa yo'q. Men hech bo'lmasa qandaydir sandiqmi, portal bo'lmasa ham nimadir bo'lishiga umid qilgandim. Bu rostdan ham qiziqarli ekan. Yana ozgina o'ynasa menimcha spawnerlar va boshqa narsalarga ega bo'lib, rostdan